Assalomu alaykum, hurmatli ayollarimiz. Bugun sizlarga ayol organizmida uchraydigan ba'zi kasalliklarni davolashni yangi metodlari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Shu jumladan surunkali endometrit va buni oqibatlarida kelib chiqadigan homila tushishlari, homilani rivojlanmay qolishi yoki bo'lmasam umuman homiladorlikka erishishni qiyinlashishi. Bundan tashqari premenopavzal va menopavzal yoshdagi ayollarimizda estrogen yetishmovchiligi natijasida qin devorlarida epiteliyalarni yupqalashishi bilan yallig'lanish chaqiruvchi atrofik o'zgarishlar va shu sababli ayollarda qichishish, achishish, og'riqli siyishlardan murojaat qilishlarini davolash metodikalari bilan bir tanishtirib o'tmoqchiman. Quyida aytib o'tilgan kasalliklarni davolashni zamonaviy usullaridan biri bu plazma liftingdir. Plazma lifting tibbiyotda hozir keng ko'lamda qo'llaniladi, shu jumladan ginekologiyada ham. Plazma lifting bu nima o'zi? Bu og'riqsiz terapiya, ya'ni ayol organizmidan 20 millilitrga yaqin qon olinib, o'zini qoni tozalanib, plazmasi ayol organizmiga jo'natiladi. Plazma lifting boshqacha qilib aytganda plazma terapiya ham deb ataladi. Agar ayol organizmida tabiiy holatda yallig'langan joyga organizmdan 200 tagacha eritrotsitlar kelib davolanish yuzaga kelsa, bu muolajalarda plazmani ajratib olish usuli bilan 2000 taga yaqin eritrotsitlar yallig'lanish zonasiga yuboriladi va regeneratsiyani kuchaytirish natijasida yallig'lanishni tezroq yaxshi bo'lishiga va to'qimalarni tiklanishiga olib keladi. Men Mausaliyeva Nigora Abdugaffarovna akusherstva ginekologiya sohasida 30 yillik tajribaga egaman. O'zbekiston, Ukraina, Liviya, Yemen va Maldiva respublikalarida xizmat ko'rsatib kelganman. Bugungi kunda Zarmet Proteksha universiteti klinikasida ish faoliyatimni bugungi kunda olib bormoqdaman. Plazma lifting usuli ginekologiyada juda katta samara beruvchi metodlardan biri bo'lib, oxirgi 5 yildan beri Maldiva respublikasida bu metod bilan shug'ullanib keldim. Amaliyotim davrida homilador bo'lishga erisha olmadigan ayollarda yoki bo'lmasam ko'p homila tashlashlarda, homilani rivojlanmay qolishida yaxshi natijalarga erishib keldim. Bundan tashqari, yosh katta ayollarda qinda bo'ladigan o'zgarishlar, qichishishlar, achishishlar yoki bo'lmasam leykopelakiya kasalliklarida ham yaxshi natijalarga erishdik. Plazma lifting amaliyoti umuman og'riqsiz muolaja bo'lib, qisqa vaqtni talab qiladi va o'tkazilgan muolajadan keyin deyarli sanoqli minutlarda kasalxonadan chiqib ketishga erishiladi. Muolaja oyiga bir marta qilinadi. 3 ta 4 ta protseduradan keyin natijalar yaxshi. Plazma lifting amaliyoti og'riqsiz, xavfsiz, allergiya bermaydigan, chunki o'z qonini o'ziga yuborganligimiz sababli hech qanaqa xavf va allergiya tug'dirmaydi va oyida bir marta qilinadi. 3 ta 4 ta muolajadan keyin yaxshi natijalarga erishiladi. Agar sizni surunkali endometrit, homila tushishlari, homilani rivojlanmay qolishi kabi muammolar bezovta qilsa, tug'ruqdan keyingi bo'ladigan travmalar natijasida, chandiqlanishlar natijasida diskomfortlar bo'lsa, menopauza yoshida achishish, qichishish va boshqa shikoyatlaringiz bo'lsa, Zarmet Proteksha universiteti klinikasida plazma lifting terapiyasi amalga oshirilmoqda. Shu yo'l bilan sizga yordam berishga biz tayyormiz. Marhamat, murojaat qilishingiz mumkin.